Assalomu alaykum qimmatli anglovchilar. Radio kutubxonasi nomli bu programmamizga xush keldinglar. Hozirgi Ispaniyaning siyosiy tarixida Kataloniya rayonining siyosiy talablari izchil muhim ahamiyatga ega bo'lib keldi. Kataloniya rayonchiligi 1930-yillarning oxiridan 70-yillarning o'rtalarigacha Ispaniyadagi siyosiy hokimiyatning eng asosli hujum nishonlarining biri deb qaraldi. Ya'ni kommunistlar va masonlarga o'xshash eng muhim dushman deb qaraldi. Franco hokimiyati ikkilanmayla rayon kimliklari va siyosiy talablarni bostirib Ispaniyani bo'lishdan saqlab qoldi. Ulus davlat ichida markazlashishga, ya'ni hokim mutlaqlashishga qarshi turish an'anasiga ega bo'lgan kurash ro'yi kuchli katalanlar ulus davlat andizisi yangidan shakllanayotgan Yevropaning bir gavdalashishida o'zlari uchun yangi siyosiy kimlik siyosatini belgilashi zarur bo'lib qoldi. Kataloniya misoli bizga ijtimoiy va kultur fasllarning qanchalik murakkab va o'tishchan ekanligini aniq ko'rsatib berdi. Qimmatli anglovchilar, biz bugun Kıvanç Ulusoy'ning Katalanlar Yevropada Mustaqillik harakati nomli kitobini tanishtiramiz. Kıvanç Ulusoy Katalanlar Yevropada Mustaqillik harakati nomli kitobida 20-asrda siyosiy va ijtimoiy davolashning ta'siriga kuchli uchirgan. Ammo har qanday ahvolda krizisdan sog'-salomat qutulib chiqishga muvaffaq bo'lgan va demokratiya uchun hal qiluvchi qadamlarni tashlay olgan o'zguchi davlat Ispaniyadagi eng yiltiz tortgan masalalarning biri bo'lgan Kataloniya rayonchiligini tema qildi. Kitobda bu temani ko'rgan holda buni masalalar yuritib berildi. Kataloniyaning Ispaniyadan ayrilib chiqib, ayrim mustaqil ulus davlat bo'lish istaklari, avtonomiya siyosati, referendum, til talablari, tinch namoyish, asosiy qonun huquqi ko'rishi va uchirgan zulm va bisimlarga bosh egmagan Katalan xalqining demokratik dunyoga kirishining azobliq va uzun tarixi. Dunyoning har qaysi joylarida o'xshamagan millatlarning o'z taqdirini o'zi belgilash orzusi, o'xshamagan va farqli kurash an'anasini barliqqa keltirdi. Zamonaviy davrda asosan degudek hamma davlatda egilik huquqliq davlatdan ayrilib chiqib, mustaqillik talab qilgan xalq harakatlari barliqqa keldi. Bu ahvolga har bir davlat boshqacha inkas qaytardi. Ba'zilar, ya'ni diktator va hokim mutlaq davlatlar ayrilib chiqib mustaqil bo'lmoqchi bo'lganlarni terrorchiga qarlab, ularga qattiq zulm va besim qilib, zo'ravonlikning avjilishini keltirib chiqardi. Yana ba'zilar o'xshamagan strategiyalarni yo'lga qo'yish va demokratik huquqni oshirish orqali ayrilib chiqishning oldini olishni muvofiq deb qaradi. Bu xil strategiyalar ba'zi vaqtlarda unum berdi. Masalan, 2014-yili Shotlandiyada o'tkazilgan mustaqillik referendumining demokratik muhitda elib berilganligi va Shotlandiya xalqining Angliya bilan davomli birga yashashni tanlashi, bir davlatdan ayrilib, ayrim mustaqil davlat bo'lish harakatlari va davlat refleksining o'zgarishchan tabiatini oshkorladi. Chexoslovakiyadagi oliy harakatlari tarixda demokratik usulda ajrashish sifatida xotirlandi. Har ikki xalqning roziligi bilan amalga oshgan bu ayrilish bir davlatning bo'linishining unchola ig'ir oqibati bilan oxirlashmaydiganligini namoyon qilib berdi. Yaqinqi kunlarda o'z taqdirini o'zi belgilamoqchi bo'lgan, mundaqcha qilib aytganda mustaqil ayrim davlat bo'lmoqchi bo'lgan xalqlarning nazariy va diqqat e'tibori Kataloniyadagi mustaqillik musofasiga ag'darildi. Franco mustabidlikning oxirlashgan yili deb qaragan 1975-yildan boshlab mustaqillikka qarab qadamma-qadam ilgarilayotgan katalanlarning kechirmishlari ustida alohida tadqiqot olib berishga arziydi. Kıvanç Ulusoy'ning Katalanlar Yevropada Mustaqillik harakati nomli bu kitobida dal ham katalanlarning tarixiy kurishi hamda yaqinda dunyoning qiziq nuqtasiga aylangan mustaqillik kurishi tema qilindi. Kitobda katalanlarning butkul tarixiga o'rin ajratilmaydi. Yozuvchi bu kitobni bizning ko'pincha gazetlarda o'qib, qiziqishimizni qo'zg'agan bir temada bizga yetakchi bo'la oladigan kitob yozganligini deydi. Bu tema haqida cho'nqur ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsanglar, bu kitobga murojaat qilsanglar bo'ldi.
Bu kitap ilnomlar ve tarihi taraqqiyotlar bayon qilinish bilan boshlandi. Arqadan Kataloniyada mustaqillik jakarlashga ilib borgan jarayon haqida dastlabki uchurlar berildi. Bu bobda yana İspaniyaning siyosiy qurilmasi, boshqarish uslubi, avtonom rayonlarning tashkillanishi va bu avtonomiyalik rayonlarning o'xshamagan qurilmasi qatorliqlar bayon qilindi. O'qirmanlarni katalanlarning mustaqillik orzusini texmo cho'nqurlab tadqiq qilgan asos bilan tonishtirish maqsad qilingan bu bobda bu temaning doirasi sizildi. Keyingi bobda katalanlarning İspaniya imperiyasidagi o'rni haqidagi tarixiy ko'zqarashlar o'ttirib qo'yildi. Tarixdan beri İspaniya siyosatida aktiv rol o'ynab kelgan va taraqqiy qilgan rayon bo'lgan Kataloniya İspaniyaning zamonaviylashishida va taraqqiy qilishida muhim rol o'ynadi. Qandaqla bo'lmasin İspaniya bu jarayonni ig'ir davolg'ish ichida boshdan kechirdi. 1975-yilga qadar davomlashgan bu jarayonni inqilob va qarshi inqilob tarixi deyishgan bo'ldi. Yozuvchi Kıvanç Ulusoy mundaq deydi. Darvaqa İspaniyaning 19-asrning tarixini büyük xitobnomalar, siyosiy o'zgarish va asosiy qonunni asliga keltirish tarixi deb qarashga bo'ldi. O'tir qatlam burjuaziyaning muqim demokratik hokimiyatning umidi, bo'libmi radikal yatlashishning besimi va vayimisi ostida oldi bilan Primo de Rivaning rahbarligidagi mustabidlikka, ondan demokratiyani boshdan kechirgandan keyin qonliq urush bilan Franconing rahbarligidagi fashist diktatorga aylandi. U umid, mag'lubiyat va azobga to'ldi. Har bir temani ayrim tekshirishga arziydigan bu bo'lakda o'qirmanlar katalanlarning mustaqillik orzusining tarixiy orqa ko'rinishi haqida ma'lum tushunchaga ega bo'lalaydi. Mustaqillikning cheklangan yo'llari. Kitobning 3 va 4 boblarida 1975-yildan buyangi yaqinqi o'tmishda yuz bergan voqealarga markazlashadi. Yozuvchi bu boblarda katalanlar o'zini avtonom rayon deb qabul qilish, ularning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lish jarayonidagi aktiv roli, a'zo bo'lgandan keyin Yevropa bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirish, avom siyosiy yo'llarining bu jarayonga ko'rsatgan ta'siri va bu jarayondagi siyosiy iqtisodning murakkab tarkiblari qatorliqlar hozirgacha yuz bergan ishlarni aniq tushuntirib berdi. Bu bo'lakni o'qiyotganda Kataloniyada davlatlashish musofasidan keyingi yo'l va bu yo'lni qurganda nimalarni o'ylashish kerakligi haqida bir tushunchaga erishamiz. Katalanlar orasidagi o'xshamagan ko'zqarashlarni aks ettirgan Kıvanç Ulusoy yana mustaqillik kurishida e'tiborga elinishi kerak bo'lgan va yoki ahamiyat berilishi kerak bo'lgan ko'p qatlamli qurilmani tafsiliy bayon qildi. Bu ishni qilish jarayonida İspaniya markaziy siyosat ishidagi o'xshamagan fikrlarni üstəlik ilib kelətdi. İspaniya və Kataloniya siyasiyonlarının özara hareketlerini görgünümüzdə müstəqillikning tikellik yollarını boylap mengatqanlığınızı his qilasiz. Avtor bu tikellik yollarını boylap manganda sal qarashqa bo'lmaydigan ba'zi tafsilotlarni va ma'lumotlarni eskartishni unutib qolmaydi. Bir tarafdan Kataloniya masalasi demokratlashish davriga bo'lgan ishonchisini yo'qotgan İspaniya va Kataloniya siyosiyonlarining hayat yo'liga aylandi. Kıvanç Ulusoy'ning bu temadagi qurlari kishining diqqatini tortadi. Kataloniyadagi oylik harakatları amaliyotda javob berishga tegishli siyosiy masala. Bu orqa ko'rinishda u siyosiy javobga muhtoj. Ammo masala hozir sheriklikda hayot qilish masalasiga duchor bo'layotgan siyosiyonlarning manevri bilan bu nuqtaga yetdi. Oldi bilan Masning shehid va vatanparvar rahbari sifatida turmaga kirishi siyosiy jihatdan texmo foydaliqdek qiladi. Halbuki Masning siyosiy chirikligi sababidan oxirlashishi va turmada yetilishi muqarrar edi. Siyosiy rahbarlar va partiyalarni millatchilikka qarshi turadiganlar deb qaraydiganlar oz emas edi. Qisqasi, Katalanlar Yevropadagi mustaqil bo'lish harakati nomli bu kitob orqali biz katalanlarning mustaqillik harakatlari va bu yo'lda ilib borgan kurashlar haqida umumiy tushunchaga erisha olamiz. Dunyodagi zulmga uchragan millatlardan kurish haqida o'xshamagan ko'zqarashlarning shakllanishi, yetilishi va muloyiz qilinishi uchun nazariya jihatdan ma'lum tushunchaga ega qilgan Kıvanç Ulusoyni bu kitob orqali milliy ozodlik kurishining murakkab mohiyatini oshkorlashda muvaffaqiyat qozondi desak bo'ldi. Xayr xo'sh.